Hozir sizga bir she'r o'qib bermoqchiman. Qachondir bu she'r mening hayotim o'zgarishiga, dunyoqarashim, fikrlarim o'zgarishiga juda katta turtki bo'lgan. O'ylaymanki, balkim mana shu she'rni hozir tinglab siz ham qandaydir anglashlar olarsiz. She'r nomi umr mazmuni deb nomlanadi. Vahimali bir tush ko'rdim kecha. Iloh qarshisida turar emishman. U menga qaradi. Men esa yerga go'yo so'rog'ini bilar emishman. Nihoyat kelibsan, gapirchi, u yoqlar qanday? Kechir Parvardigorim, men gunohkorni. Yo'q, ayblaring qo'ya tur. Ayondir shunday. Axir Robbing uchun shu ham bir kormi? Sendan boshqa narsa so'ramoqchiman. Yaratgan zaminim yoqdimi senga? Yerda muhabbatni, quvonch, oromni his eta oldingmi? Men bilmoqchiman. Yaratdim ajoyib kun botishlarin. Zavqlana oldingmi yoki sezmading? Tinglab momaqaldiroqni guldurashini. Ko'rdingmi quyoshning chiqishlarini? Yaratdim xilma-xil hayvonotlarni, shovqinli sharshara, serviqor tog'lar, osmondagi qushlar, suv osti olam, g'aroyib daraxtlar, turfa gullarni, g'orlar va vulqonlar, go'zal